Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 28-mart kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Bugun haftaning juma kuni, hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Bu kichkina xumdonimizdan yuklanyapti. Bu xumdonimiz 100 mingtalik, bitta xumdonga 100 mingta sig'adi. Hali video qilganman. Bunisida kattasi 150 mingtalik. Yana ikkinchi zavodimiz bor. Bu yerda ham ishlar yuryapti. Ikkita zavodimiz bor. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan mashina, texnika hammasi o'zimizdan. Texnikalar o'zimizniki, zavod ham o'zimizniki. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Navbahor qishlog'ida. Ko'rib o'tganlaringdek, mana hozir 10 mingtalik mashinada yuklanib bo'lyapti, tayyor bo'lyapti. Ko'rib turganlaringdek, rangi atlasli holatda, sariq ko'proq. Qizlar nihoyatda kam holatda chiqadi mana. Ko'rib turganlaringda sanoqdan kam chiqmaydimi deydiganlarga mana oralari unaqa bo'g'lanib, yarim tag'ish nima tiqilmaydi bunga. Sinig'i chiqsa ham nihoyatda kam holatda chiqadi. Ko'rib turganlaringda atlasli holatda. Ko'pchilik orasini, hali ko'pchilik g'ova qilishib qo'yagan, sanoqdan kam chiqadi deydiganlarga sanoqga garantiya beriladi. Ishlarimizni mana otib mustahkamligini sinab ham ko'raveramiz. Ko'rib turganlaringdek baquvvat ishlar xudo xolasa. To'kilganda ham unchalik sinmaydi xudo xolasa. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavodimiz o'zida ishlarimiz narxlari 850 so'mdan. Standart ishlarimiz 6lik. 6lik deyiladi, bu ishlarimiz 6 dan sal balandroq chiqadi. Hozir ichkaridagi holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xumdonning ichidagi holati. Pishgan ishlarimiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Sifatini yaqindan ko'rsating deganlarga mana yaqindagi holatlari. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.